Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 14-noyabr. Eson-omon yurtimizga kelib oldik. Uyimizga hozir birinchi o'rinda somsalarni ko'ramiz. Kelishimga yangilik qilib qo'yibdi xodimlarimiz. Yangi hojatxona. Bu narsani o'zi ko'rsatish shart emas edi, lekin bir ko'rsatib o'taman. Chunki men kelganimdan maqtandim, qarang, hamma sharoitlarni qilib, bismillah deb Bosim bobo choyxonasiga kiradi. Yaxshimisiz? Kiraverishda sizni xush kayfiyat bilan mana shu kishi kutib oladi. Mana zvezdamiz. Assalomu alaykum. Qanday zo'rmi? Charchamay, sog'inib ketdim sizni. Sog'inib ketdim. Sizni Xitoydagilar so'rayapti.